To qori bo'lganimizcha o'sha o'zimiz yetishtirgan, o'sha dehqonchilikda qarashardik, boshqa qilardik. O'sha narsalardan iste'mol qilib qori bo'lganmiz. Shu qorilikni hammasi o'sha luqmadan deb bilaman. Boshida aytib o'tganimdek, bunday dars topshirishlikka bizni zehnimiz o'zi javob bermaydi. Mana hozir necha marta harakat qilamiz, hadislarni yodlashga harakat qilamiz, boshqalarni baytlarni yodlashimiz kerak, yodlashga harakat qilamiz, unaqa emas. Bir haftada yodlasak 4 ta bayt yodla olamizmi, yo'qmi hozir? Shuning uchun qorilikni niyat qilganlarimiz, qori bo'lmoqchi bo'lganlarimiz endi o'zimiz yoshlarimiz o'tib qolgan bo'lsa, kelajak farzandlarimiz yoki nabiralarimizni niyat qilganlarimiz bordir. Shu narsalarga juda ham e'tibor bo'lish kerak. Hozir narsalar juda ham ko'payib ketgan. Bir xil payt o'ylab qolaman-da, o'sha Misrlardagi shayxlarning ham xotirasi juda kuchli bo'ladi-da. Bundoq o'ylab qarasangiz, ular ham o'sha asosan yeydigan narsasi masalan xurmo yoki suv bo'lgan. Shubhali hech narsa bo'lmaganda. O'sha narsalarni iste'mol qilganlari uchun xotira, nimaga ularning xotirasi juda ham yaxshi deyshadi? Shu narsa ham bitta sababdir. Har xil narsani iste'mol qilavergandan keyin zehnga ta'sir qilmay qolmaydi. Shuning uchun qori bo'ladigan inson sal zohidroq bo'lish kerak. To'q qoriga u zehn ham ishlamaydi, miyaga kirmaydi. Shuning uchun shu jihatlarni e'tiborga olib qo'yilsa, bizni o'sha qori bo'lishlikdagi asosiy xotiramiz mana shunda qolgan. Men talabalarga ham bu narsani ko'p aytaman. Yodlolmay qoldim, zehnim pasayyaptimi, dangas bo'lib qolyapman desa, o'sha luqmanga qaragin deb o'sha narsalarni eslatib turamiz.